Svetga 3000 so'mdan pul to'lamaslik uchun, 1000 so'mdan pul to'lash uchun kosinus figa e'tiborli bo'lish kerak. Kosinus figa tushmaslik kerak. Kosinus figa tushmaslik uchun energetika olish kerak korxonaga. Akalar, tadbirkor akalar, yaxshilab eshitinglar bu narsani. Konditsator bankamiz, konditsator qurilmamiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ishlamay qoladi. Agar shu narsa ishlamay qolsa yoki transformatorlarga o'rnatilmagan bo'lsa, xuddi shunaqa kosinus figa 3000 so'mdan jarimada pul to'laysizlar. Uni ko'p odam biladi, ko'p odam bilmaydi. Mana CNC'dan ham, Miloni'dan ham sifatli mahsulotlarni o'rnatib beramiz. Energetik xizmatimizdan bitta foydalanib ko'ringlar akalar. Korxonalarga 100% xudo xolisa yordamimiz tegadi. Xuddi shunaqa konditsator bankadan tortib, transformator remont qilish yoki transformator o'rnatish bo'yicha xuddi shunaqa nima transformatorda kamchiligi bo'lsa, perdaxlanitel deysizlarmi yoki mana xuddi shunaqa avtomatlar almashtirish kerak, xuddi shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Jarimada ortiqcha pul to'lamaslik uchun tadbirkorlar pastda nomer qoldiramiz, telefon qilinglar.